Assalomu alaykum, hurmatli dehqon bobolar. Bugun shalg'am haqiga ozgina ma'lumot aytib o'taman bularga. Xo'sh, hozirgi vaqtda mana bular endi shalg'amchalarni o'toqdan chiqarib, bularni mana bu hozir kushandasi qo'ng'izchalarmi mana bular teshib yeb ketadi bular yoshligiga. Unga qarshi nima sepishimiz kerak hozir bularni ham. Hozir sepmoqchi bo'lib turibman, shu dorini ko'rsatib o'taman. Shalg'amchalar to o'zi bargchalar qotib olgancha 1-2-3 marta shu dorini sepib foydalanishimiz kerak. Bo'lmasa buni seppasangiz tagigacha yeb qo'yadi mana. Yeb qo'yadi opshim. Mana shu bargchalarni yegan. Bargchalarni ana shularni agar sepilavermasa hammasini yeb qo'yadi, nobud bo'ladi. Bular havoni issig'iga ko'payib yeyishi, salqin vaqtiga yemaydi, havoni issig'i o'shi bilan buni kushandasi ko'payib boraveradi, bargini nobud qilaveradi buni boshlab. Mana bu yoqlarga sabzilar, kachkalar ekkanmiz. Endi dorisiga kelsak, buni dorisi mana hozir dori sepmoqchi bo'lib turibman. Mana bu makkayga sepilayotgan dorilar. Endi buni farqi yo'q. Endi men hozircha mana shuni doridan foydalanyapman. Qanaqa makkayga dori sepayotgan doridan sepsangiz bo'ladi. Bobolar, dehqonchiligimiz, ko'chatlar ekkanmiz. Kachkalar. Yaxshi bo'lgan. Erta bahorga mana katlamonlarga ko'chat ekib bozorlarga ko'p chiqarmaymiz, qishloqdan şeydan o'zi olib ketadi. Ishonchli ko'chatlar bor. O'zimiz qishloqqa ekiladi. Hozircha shu sholg'am haqiga gapirmoqchi edim. Shuni qanday dorilasa bo'ladi, buni yeb ketishni oldini olish kerak havoni issig'iga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana sholg'am haqiga keyingilarimizni ham chiqarib turishimiz mumkin. Katta bo'lgancha nima ishlar qilganimizda obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling.